Siz mening borligim, joni jahonim. Allohim berganim eng mehribonim. Siz xasta yuragimga kuch-quvvat dori, qalbimdagi tuyg'uni shirin ifori. Assalomu alaykum qaddidan-da qadri baland azizlarim. Sog'-omonmisiz? Ushbu go'zal kunda siz azizlar bilan yana qayta diydorlashish baxtiga muyassar etgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomoniga yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Ikramov Muhammad Amin ukajonimizni 36 muchal yoshlari bilan barcha yaqinlari nomidan sirli inson tabriklamoqdalar. Marhamat. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Bizga Ikramov Muhammad Amin ukajonimiz kerak edilar. Ha, eshitaman. Sizni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa qimmatli vaqtingizni olsak maylimi? Mayli. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kuningiz bilan butun loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimning go'zal kunlarini, fayzli onlarini tilab qolamiz. Ilohim Alloh sizni ikki dunyo saodatiga musharraf etsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Bizning loyihamizga erta tongda murojaat qilib, siz haqingizda faqatgina iliq so'zlar aytib, sizni tabriklab berishimizni so'rab, bir yaqin mehribonlaringiz bizga qo'ng'iroq qilishdi. Qani bir taxmin qilib ko'ring-chi, sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda kimlar tabriklashi mumkin? Singillar bo'lish kerakda. Aynan kim deb o'ylaysiz? Singillar. Sizni juda sevgan eng yaqin insoningiz, sirli insoningiz. Singillar ko'plar bo'lsa kerak. Bizga ham o'z ismlarini aytmadilar. Agar tabriklarimni o'qib bersangiz, o'zlari kimligimni bilib oladilar, dedilar. Unda ruxsat bersangiz, keling, ushbu go'zal tabrikni aynan siz uchun sovg'a tariqasida o'qib eshittiraman. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Uyqusiz tunlarim qalbim sizniki, ko'zimning nuri ko'nglim sizniki, shirin orzularim dardim sizniki, sizni juda sevgan yurak sizniki. Bahor gullaridan sizga guldasta, chin yurak so'zlarim unga payvasta. Bir asr yashangu yana nimchorak, tug'ilgan kuningiz bo'lsin muborak. Assalomu alaykum qadrli qadrdonim, mehr va sevgisi osmonlarga teng aziz insonim, borligi baxtim bo'lgan jonu jahonim. Bugungi shodiyona kuningizda sizni shod ko'rishni istadim. Tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Ilohim baxtimga sog'-omon bo'lib yuring. Umringiz uzoq, hayotingiz go'zal bo'lsin. Barcha orzularingizga Allohim birgalikda yetishtirsin. Sizni menga uchratgan Allohimga behisob shukrlarim bo'lsin. Siz bilan kelajakda baxtli hayot kechirishimga ishonaman. Shirindan shakar farzandlarim otajonisi bo'lishingizni Allohdan so'rab qolaman. Hayotim gultoji, orzularim ro'yobi faqatgina o'zingizsiz. Siz bilan baxtimizni baxtlilar qatorida ko'rib, dunyodagi eng namunali oila bo'lishimizni tilayman. Hayotimizning har bir onini, daqiqalarini, baxtli soniyalarini sevinch va shodlikda o'tkazaylik. Siz mening taqdirimga yozilgan eng oliy mukofotimsiz. Siz bilan baxtli bo'lishimga ishonaman. Ilohim baxtimga sog'-omon bo'lib, so'nggi nafasimgacha yonimda bo'ling. Bugun o'zgachadir har bir lahzalar, quvonchlarga to'lar baxt ila bugun. Har yonda tabriklar, shirin tilaklar, chunki bugun siz tug'ilgan kun. Siz uchun bezadik go'zal satrlar, shirin tilaklar ham faqat siz uchun. Yaqinlar siz tomon tabriklar yo'llar, chunki bugun siz tug'ilgan kun, deya sirli insoningiz o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz jonli tarzda yozib olinmoqda. Ularga aytar so'zlaringiz bormi? Bor. Ularni ham tabriklab qo'ying bugun tug'ilgan kunlari bilan. Yashang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bugun tug'ilgan kunlarimi u insonlarni ham? Unda biz ham tabriklab qolamiz. Ilohim dunyo turguncha tursinlar. Umrlari uzoq, tani jonlari sog'-omon bo'lsinlar. Albatta.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling, umringiz uzoqdan, joningiz sog' omon bo'lsin. Avvalambor sizlarni bog'lab turgan mana shu go'zal rishta, mehr, muhabbat va hurmat hech qachon sizlarni tark etmasin. Umringiz uzoqdan, joningiz sog' omon bo'lsin. Yana bir bora Shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Ularga shu so'z bilan aytib qo'ying. Rahmat, salomat bo'ling, tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazing. Rahmat. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang, biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Instagram, Telegram, YouTube kanallarimizda barcha tabriknomalarimizni kuzatib boring. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha.